uchinchi ko'zingizni aktivatsiya qilishni istaysizmi? Videoni oxirigacha tomosha qiling va men sizga qadamma-qadam tushuntiraman. Har birimizni peshona qismimizda yupqa olamlarni sezadigan nuqta bor. Bu o'sha uchinchi ko'z. Uni ichki ko'z ham deb atashadi. Bu epifiz bezi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Aktivligida tushlarni yorqinroq ko'rasiz, aniqroq ko'ra boshlaysiz. Signallarni va odamlarni kirib kelishini bilan o'qiy olasiz. Nima bo'lishini boshidan bilib turasiz. Lekin u ko'pchilik insonlarda uxlagan holatda uni shunchaki uyg'ota olish kerak. U qayerda joylashgan? Ikkita qoshingizni o'rtasida energetik qatlamda. U ajna deb nomlanadi. Tasavvur qiling. Boshingizni ichki tomonida nimani ko'rishni istasangiz, shuni ko'rish uchun fanarik bor. Faqat bu fanar narsalarni emas, ma'nolarni, energiyalarni, vibratsiyalarni yoritib bera oladi. Nega u bloklangan? Zamonaviy hayot uni to'ldirib tashlaydi. Keraksiz informatsiyalarga, stresslarga, janjallarga, shovqin va ichki xotirjamlikni umuman yo'qligidan. Qanday qilib aktivlashtiramiz? Jimjitlik. Bu siz uchun yangilik bo'lmasligi mumkin. Lekin ichkaridagi ovoz tinmay gapirib yotgan bo'lsa, uchinchi ko'z aktivlashmaydi. Meditatsiyaga o'tiring, ko'zlaringizni yuming va shunchaki ichki ovozingizga e'tibor bering. O'ylamang, analiz qilmang, kutmang. Shunchaki hislaringizga e'tibor bering. Kuniga 5 minut jimjitlik va siz qadam tashlab boshlaysiz. Nafas olishingiz bu kalit. Bu xuddi seyfdan paroldek. Diqqat, texnika. 2 marta nafas oling, 1 marta chiqaring. Burun orqali qisqa nafas oling va chiqaring. Bu bilan aqlni tinchlantirasiz va uchinchi ko'z zonasini aktivlashtirasiz. Fioletovoy rangni vizualizatsiya qilish. Meditatsiya paytida nurni tasavvur qiling. Rangi fioletovoy yoki indigo rang bo'lsin. Uni peshonangizga xayolan tushiring. Oldin qorong'ulik bo'ladi, undan keyin chaqnash, shakllar, ranglar. Bu uchinchi ko'zni aktivlashning birinchi qadami. Energetik tozalanish. Agar kanallar kirlangan bo'lsa, hech nimani ko'ra olmasligingiz mumkin. Fast food, alkogol, chekuvchi mahsulotlar, shakarni kamaytiring. Suvni, zelenlarni, sabzavot va mevalarni ko'paytiring. Bu kuchli life-hack. Roza tutishni ko'paytiring. Quyosh va temir moddasi. Epifiz bezi quyoshni sevadi. Tongda yoki kun botishda quyoshni o'ziga emas, ufqqa qarashni odat qiling. Bu ichki linzalarni o'tkirlaydi. Epifiz bezi fotoelementday. Unga nur kerak, real va ma'naviy yorug'lik kerak. Keyingi qadam Om mantrasi. Bu shunchaki tovush emas. Om deyotganingizda peshonaga vibratsiya beradi. 10 marta qaytaring. Bu tovushning kallani suyak qismida yangrayotganini his qiling. Bu uchinchi ko'zni massaj qilganday effekt beradi. Yer bilan ulanish mashqi. Uchinchi ko'z oyoqlaringizda ishonch bilan turganingizda aktivlashadi. Yerda o'tirish, oyoq yalang yurish, bu balansni ushlab turadi. Tushlar. Bu ekranni bir qismi. Shularni yozib oling. Qancha bunga e'tibor, energiyangizni qaratsangiz, shuncha aktivlashadi. Va kunlar kelib, tush ko'rayotganingizda bu shunchaki tush emas, kalitlarni payqab boshlaysiz. Keyingi qadam izolyatsiya. Ijtimoiy tarmoqlardan, shovqinlardan o'zingizni bir oz muddatga cheklab turing. Ichingizdagi qancha sizga kerakli ma'lumotlar borligidan hayron qolasiz. Ular uchinchi ko'zning tili. Keyingi qadam kristallar yordamchilaringiz. Toshlar yordam beradi. Ametist va lazurit kabi. Ular ikki qoshning o'rtasida ushlab turing yoki o'zingiz bilan doimo olib yuring. Ular antenna kabi ishlaydi. Oyna mashqi. Oynaga 5 minut qarab turing. Ko'zlaringizga chuqur tikiling. Oldin o'zingizni g'alati his qilasiz, keyin chuqurlikni his qilasiz. Bu super mashq. U oldindan ko'rishni kuchaytiradi. Boshida u aktivlashganini sezmaysiz ham, lekin keyinchalik hammasi bir nuqtaga yig'iladi.
Asosiysi, o'zingizni majburlamang. Shunchaki har kuni oz-oz qilib boring. Bizni yoshligimizdan bu funksiyalarni o'chirib kelishgan, lekin u bizda doimo mavjud. Siz boshqacha bo'lib tug'ilishingiz shart emas edi. Shunchaki bularni yodga olishingiz kerak. 3-ko'z bu mistik ertak emas. Sizni chuqurroq ko'rish uchun tabiiy belgilaringizdir. Asosiysi sabr va ochiqlik. Ko'proq ko'rishni istaysizmi? Oz-ozdan boshlang va bir kuni aniq ko'ra boshlaysiz.